Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu safargi loyihamizdagi oxirgi 5-test tahlilini boshlaymiz. Ertaga 10-noyabr kuni imtihonga kiradigan barcha ustozlarga omad tilayman. 100 ballar olib chiqing. Xo'p, birinchi savolimiz, demak, tenglamani ildizlari yig'indisini toping. Tenglamada x dan boshlab qolgani cheksiz davom etyapti. X ni birdan kichkinaligi buni cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaligini bildiradi. Bu yerda boshidagi 1 x bizga qonuniyatga tegishli emas, shuning uchun uni alohida olamiz, qo'shilgan. B1 ham x ga teng, q ham x ga teng. Shuning uchun x taqsim, ya'ni b1 taqsim 1 minus q holati mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Shu narsa 3,5, ya'ni 7 taqsim 2 ga teng. Chap tomonga umumiy mahraj beradigan bo'lsak, 1 ayrilgan x qo'shilgan x kvadrat taqsim x minus x kvadrat bo'ladi, 7 taqsim 2 ga teng. Proporsiya ko'paytma qilamiz. 2 ayrilgan 2x qo'shilgan 2x kvadrat teng bo'ladi 7x ayrilgan 7x kvadratga. Hammasini chapga o'tkazib soddalashtiradigan bo'lsak, 9x kvadrat ayrilgan 9x plus 2 0 ga teng bo'ladi. Bunda x 1 2 teng bo'lishi kerak. 9 plus minus ildizda 81 dan ayiramiz. 4 kare 2 kare 9 8 72 taqsim 18. Ayirmadan 9 chiqadi, plus minus 3 bo'ladi. Taqsim 18. X birimiz teng ekan, ayirmasini oladigan bo'lsak 6 taqsim 18, ya'ni 1 taqsim 3. X 2 teng bo'ladi. Qo'shuvsini oladigan bo'lsak 12 taqsim 18 yoki 2 taqsim 3 ga teng. Bizdan tenglamaning ildizlari yig'indisi so'ralgan. X1 plus x2 ni 1 ga teng bo'lar ekan. Viyet bo'yicha olib qo'ysak ham bo'lar ekan. Mana bu yerda viyetdan 1 ga tengligi. Keyingi savol, ishorasi almashinuvchi geometrik progressiya uchun va bo'lsa B7 ni toping. Ishorasi almashinuvchi deyilyapti. Q kichkina 0 dan bo'ladi. Buni oxirida tekshiramiz, ya'ni aniqlangan soha hisoblanadi. Ma'lumot berilyapti. B6 bilan B10 ning ko'paytmasi 64 ga teng ekan. Bu aslida B8 ning kvadratiga teng va u 64 ga teng. Bundan B8 ning o'zi plus minus 8 ga kelib chiqadi. Yana ma'lumot berilyapti. B4 bilan B8 ning ko'paytmasi bu B6 ni beradi kvadratini. 64 ga mumkin emas u. Xo'p, bizda shart bor edi, geometrik progressiya uchun q ning moduli teng emas 1 ga degan. Ketma-ket qaysidir xatlarni koeffitsiyenti ishorasi plus bo'lsa ham minus bo'lsa ham teng bo'lishi mumkin emas. Unda geometrik progressiya bo'lmay qoladi. Bu savolda elementar xatolik bor ekan. Masalan, mana shuni 64 ga emas 4 ga teng bo'lgan bo'lsa, mana shu yerda 4 bo'ladigan bo'lsa, B6 ni o'zi plus minus 2 ga kelib chiqadi. Agar mana shu shart bajariladigan bo'lsa, u holda bizda B7 B8 bilan B6 ni ko'paytmasini ildiziga yoki B7 mana shu ikkalasini ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ishorasi almashinuvchi bo'lganligi uchun juftlari har ikkalasi ham plus yoki har ikkalasi ham minus bo'ladi. Ikkala holatda ham ko'paytmamiz 16 ga teng hisoblanadi. U holda B7 miz, xo'sh, ikkalasi ham plus bo'lganida ham plus, minus bo'lganida ham plus. Yo'q, plus ikkalasi plus bo'lganda minus bo'lishi kerak. Plus minus 4 bo'lishi kerak. Bu yerda nima elementar xatoliklar ketib qoldi? Ming bor uzr. Quyidagi ABCDY muntazam beshburchak berilgan. Ma'lumotlardan foydalanib x ni toping. Demak, bu muntazam beshburchak bo'ladigan bo'lsa, hamma burchagi teng bo'ladi. U holda bitta burchagimiz, xo'p, 360 gradus taqsim 5 bo'lganda tashqarisi 72 gradus bo'lishi kerak, ichkarisi 108 gradus bo'ladi. Mana bu ikkala to'g'ri chiziq buni kichik diagonalga teng ekan. Demak, D dan B ga tortsak, muntazam beshburchakni diagonallari teng bo'lishligidan bu yerda muntazam uchburchak hosil bo'ladi. U holda mana bu burchagimiz 108 gradus bo'ladigan bo'lsa, ikkalasiga 72 qolyapti. Bu yoq 36 ga teng, bu yoq ham 36 gradusga teng bo'ladi. Endi x bilan muntazam uchburchak hosil bo'lish uchun x plus 36 miz 60 gradus bo'lishi kerak. Bundan x ni o'zi 24 gradusga kelib chiqadi. 4-savolda funksiya berilyapti, murakkab funksiya. Agar fx 3x plus 5 bo'lsa, f2x plus 3 ni fx orqali ifodalang. Biz avval f2x plus 3 ni topib olamiz, nimaga tengligini 3 ga ko'paytirib o'ramiz. 6x plus 9 plus 5, ya'ni haqiqiy ko'rinishi 6x plus 14 bo'lib qoladi. Endi mana shuni 3x plus 5 orqali ifodalab qo'ysak bo'ldi. Xo'p, ya'ni f 2x plus 3imiz teng bo'lyapti
bu yerda 6x ni 2 ko'paytirilgan 3x deb olsam, mana bu 14 da 5 hosil qilish uchun plus bundan 10 ketadi. Demak, bu yerda plus 5 hosil bo'lsa, plus 4 qoladi. Endi mana shu yerga mana bu yuqorida fx ni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Bundan f 2x plus 3 teng bo'lyapti 2fx plus 4 ga. Agar mana shu tenglik o'rnli bo'lsa, x plus 3 ning qiymatini toping degan shart berilyapti. 64 2 ning 6-darajasi bo'ladi. Yana tepasida 2 darajasida t minus x teng o'ng tomonda 8 2 ning kubi bo'ladi. Yana tepasida 2 darajasida t plus 1. Bu holatda qavs ochiladigan bo'lsa, asoslar tenglashadi tashlab yuborsak bo'ladi. Ya'ni 6 ko'paytirilgan 2 ning darajasida t minus x teng bo'ladi. O'ng tomonda 3 ko'paytirilgan 2 darajasida t plus 1 ga. 6 bilan 3 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda 2 qoladi. O'sha 2 ni o'ng tomonini mahrajga tushirib yuborsak, 2 darajasida t minus x teng bo'ladi 2 ning t plus 1-darajasi taqsim 2 ga. Bunda mana bu 2 minus 1-daraja bu yoqqa chiqqanda 2 ning darajasi t minus x teng bo'lib qoladi 2 ni t darajasiga. Asos tashlab yuboradigan bo'lsak, bu holda t minus x teng bo'ladi t ga. Bundan x ni 0 ga kelib chiqadi. 2x qo'shilgan 3imiz 3 ga teng bo'lib qoladi. 6-masala aniq integral. 0 dan pi gacha sinus x qo'shilgan cosinus x ning kvadrati dx ni hisoblang. Hozir integralga tayyor emas, tayyorlab olamiz. 0 dan pi gacha. Qavsni darajaga oshiradigan bo'lsak, sinus kvadrat cosinus kvadrat yig'indisi 1 ga teng bo'lib qoladi, plus 2 ta sinus x cosinus x bo'ladi. dx. Bu yerda ko'paytmadan integral olishimiz shart emas. Bularni o'zaro ikkilangan sinusga olib kirib ketsak bo'ladi. Ya'ni integral 0 pi gacha 1 plus sinus 2x. Endi integralga tayyor bo'ldi. Integrallashimiz mumkin. 1 dan x chiqadi. Kosinusdan hosila minus sinus bo'lishi kerak. Shuning uchun sinusning integrali minus cosinus 2x bo'ladi. Taqsim 2x ni hosilasi 2 ga teng bo'lib qoladi. Chegaramiz 0 pi gacha. Dastlab pi chegara qo'yadigan bo'lsak, pi ayrilgan cosinus 2pi da 1 ga teng bo'lib qoladi. 1 taqsim 2 bo'ladi. Ayrilgan 0 qo'yganimizda x 0 ga teng. Yana ayruv bo'lishi mana bu minus hisobiga plus bo'lib ketadi. Cosinus 0 da ham 1 ga teng. 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. 1 taqsim 2 lar o'zaro 0 bo'lib ketsa, natija pi ga teng bo'ladi. 7-masala. Birinchi quvur bo'sh hovuzni 8 soatda to'ldiradi. Ikkinchi quvur shunday to'la hovuzni 12 soatda bo'shatadi. Bo'sh hovuzga birinchi quvur 3 soat ochib qo'yilgandan keyin ikkinchi quvur ochildi. Ikkinchi quvur ochilgandan keyin hovuz necha soatda to'ladi? Xo'p. Ish unumdorligini a bilan belgilash qulay bo'ladi. X tonna suv sig'adigan hovuzni birinchi quvurimiz 8 soatda to'ldirar ekan. Ikkinchi quvurimiz xuddi shunaqangi to'la x tonna suv sig'adigan hovuzni 12 soatda bo'shatar ekan. Bizga masalani qulay yechish uchun ana shu x ni 8 bilan 12 ga, ya'ni berilib turgan mahrajlarga ekuk tanlash qulay bo'ladi. 8 bilan 12 ga. Ya'ni masalani yechimi oson chiqadi. Ya'ni 24 tonna suv sig'adi deb nomlasak, birinchi hovuzimiz soatiga 3 tonna suv quyar ekan. Ikkinchi hovuzimiz soatiga 2 tonna suv bo'shatar ekan. Endi birinchi quvur 3 soat ochib qo'yildi deyapti. 3 ko'paytirilgan 3 tonna, ya'ni soatiga 3 tonna quyib turgan bo'lsa, 3 soat ochib qo'yilgan. Shunga qo'shilgan t vaqt ko'paytirilgan. Endi ikkalasini ayirmasi, bu quyapti, bu chiqarib yuboryapti bo'lsa, ikkalasini ayirmasi bo'lishi kerak. Ya'ni 3 tonnadan ayirib yuboramiz 2 tonnani. Shunda jami ish unumdorligi qachon tugaydi desa, ya'ni 24 tonna suv quyganda bizga mana shu kerakli vaqt topgan bo'lamiz. Mana bu 3 kere 3 tonnamiz 9 tonna, bu yoqqa ayirib qilsak, t ko'paytirilgan soatiga 1 tonnadan quyib turgan samaradorlik jami 15 tonna quyish kerak. Bunda t ning o'zi 15 soatligi kelib chiqadi. Demak, javobni D olamiz. 8-masalamiz geometriyadan berilib turgan shakldagi mana bu y burchakni aynan a y d deyilyapti. Mana shu x burchagini topishimiz kerak. Bu puza geometriya masalasida juda ko'p uchraydi. Ya'ni aynan qonuniyat bor. Mana shu tomonlar davom ettirilganda tepada mana bu yerda hosil bo'lgan burchagimiz, ya'ni ichki bissektrisalar bilan tashqi bissektrisalar biror bir nuqtada kesishsa,
ularda hosil bo'lgan burchak mana bu yerda 2x ko'rinishda ko'rinadi. Bu aynan qonuniyat. Shunda 140 ni qo'shnisi bu yoq 40 gradus bo'ladi. 80 gradusni qo'shnisi 100 gradus bo'lishi kerak. Shunda 2x ga 140 gradus qo'shishimiz 180 ga teng chiqishi kerak. Bundan 2x imiz 40 ligi va x imiz 20 gradusligi kelib chiqadi. 9-masalada funksiya berilyapti. Hosil olinganligi mana bu ifoda. Hosil olinmasdan 0 qo'ysa 2 ga teng bo'ladi. Hosil olmaganga -1 ni qo'yib bering deyapti. Demak, fx ni o'zini topamiz. Integrallaymiz yuqoridagi ifodani. Darajaga 1 qo'shib mahrajga olib tushadigan bo'lsak x kub qoladi, plus darajaga 1 qo'shib mahrajga olib tushadigan bo'lsak 2x hosil bo'ladi, plus 3x plus s ko'rinishida. Mana shunga 0 qo'yib yuborsak, s ni 2 ligiga kelib chiqadi. Ya'ni f 0 ligida faqat s qoladi. Mana shu 2 ga teng ekan. Funksiyaning ko'rinishi x kub plus 2x kvadrat uzr mana bu yerda kvadrat bor edi, plus 3x plus 2 ko'rinishida ekan fximiz. Endi ana shunga -1 qo'yib qo'yamiz. f -1 teng bo'ladi. Bu yerda -1 plus 2 -3 plus 2 0 ekan. 10-masala trigonometrik tenglama. Tenglamaning 0 va pi oraliqda nechta yechimi bor? Sinus kvadrat bilan kosinus kvadratning yig'indisi 1 ga tengligidan foydalanamiz. 5 ta sinusga 5 ta kosinusni qo'shib olamiz kvadratini. Shunda 5 qo'shilgan ildizda 3 sinus x kosinus x qo'shilgan bitta kosinus kvadrat qoladi. Teng 5 ga. 5 lar 0 bo'lib ketsa, ikkalasidan kosinus x ni qavsdan chiqaramiz. Shunda ildizda 3 sinus x qo'shilgan kosinus x 0 ga teng bo'lib qoladi. Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har ikkalasi 0 bo'lishi kerak. Bundan kosinus x 0 ga tengligidan birinchi yechimimizni pi taqsim 2 plus pi kaligini topamiz. Endi ildizda 3 sinus x ni plus kosinusni 0 ga teng qiladigan bo'lsak, teng minus kosinusga bo'ladi. Kosinus sinusni mahrajiga ildizda 3 o'ng tomon mahrajiga tushib ketadigan bo'lsa, tangens x teng bo'ladi minus 1 taqsim ildizda 3 ga. Bunda x teng bo'ladi minus pi taqsim 6 plus pi ga. Bu x2 bo'ladi. Bizdan 0 pi deganligi uchun mana buni 0 qo'yganimizda minus pi taqsim 6 0 pi ga tegishli emas. Bundan 1 qo'yganligimizda kelib chiqadi 5 pi taqsim 6 bo'ladi. Bunisida davrini olmaymiz, faqat pi taqsim 6 kiradi. Demak 0 pi oraliqda tenglama 2 ta yechimga ega ekan.